Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Agar siz nafaqa kartangizga tushadigan bo'lsangiz, diqqat qiling. Bu video siz uchun o'ta muhim ahamiyatga ega. Bugun men sizning moliyaviy barqarorligingizni, xotirjamligingizni tubdan o'zgartirishi mumkin bo'lgan jiddiy mavzu haqida gapirmoqchiman. Hozirgi kunda millionlab nafaqaxo'rlarimizga bevosita ta'sir ko'rsatadigan yangi nomer 1130 sonli qonun kuchga kirdi. Bu qonun haqida eshitmagan bo'lsangiz ham uni bilishingiz, tushunishingiz va unga qanday munosabatda bo'lishni bilishingiz shart. Bu ma'lumot nafaqangizni himoya qilish uchun sizga kerak bo'lgan yagona qo'llanma bo'lishi mumkin. Vaqtingizni zo'ya ketkazmasdan kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoni like bosishni unutmang. Bu ma'lumot qanchalik ko'p odamga yetsa, shuncha yaxshi, chunki bu har birimizning ota-onamiz, bobo-buvalarimizga tegishli. Endi esa muammoning mohiyatiga o'taylik. Xo'sh, avval qanday edi va hozir nima o'zgardi? Oldinlari nafaqa kartalari ma'lum darajada himoyalangan edi. Odatda sizning pensiya hisobingizdan mablag' yechib olish uchun bank, kommunal xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar yoki boshqa kreditorlar ko'pincha sizning roziligingizni olishlari, sud qarori yoki ijro hujjatini taqdim etishlari talab qilinardi. Ba'zi banklar esa nafaqa pullariga tegmaslikka harakat qilardi. Chunki nafaqa ijtimoiy himoyaning asosiy vositasi hisoblanardi va uning daxlsizligi qat'iyroq himoya qilinardi. Ko'pincha agar sizda qarzdorlik bo'lsa ham, u avtomatik ravishda yechib olinmasdi, balki sizga ogohlantirish kelar, sizni to'lashga chaqirishar yoki hattoki sizni sudga berishlari mumkin edi. Bunday hollarda ham nafaqa pulining ma'lum bir qismi himoyalanib qolardi va bu qismga tegib bo'lmasdi. Bu nafaqaxo'rning minimal yashash sharoitlarini ta'minlashga qaratilgan edi. Ya'ni avval tizim sizni himoya qilishga moyil edi. Himoya mexanizmlari biroz sustkashlik bilan bo'lsa ham ishlar edi. Ammo azizlarim, yangi nomer 1130 sonli qonun vaziyatni tubdan o'zgartirdi. Bu qonunning asosiy o'zgarishi shundaki, u turli xil majburiyatlarni, xususan kommunal to'lovlar, kredit qarzlari, jarimalar va ayrim soliq qarzlarini undirish jarayonini sezilarli darajada soddalashtirdi. Endi agar siz tegishli qoralarni ko'rmasangiz, sizning nafaqa kartangizdagi mablag'lar ba'zi majburiyatlar uchun avtomatik ravishda yechib olinishi mumkin. Bu degani, endi sizning roziligingiz yoki sud qarorisiz ham, agar sizda ma'lum turdagi qarz mavjud bo'lsa va bu qarz ma'lum bir tizimda ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, pulingiz kartangizdan avtomatik ravishda yechib olinadi. Eng xavflisi shuki, bu qonun bilan endi mablag'larni yechib olish mexanizmlari shunchalik tezkorlashdiki, siz hatto xabar topmasdan kartangizdagi pul kamayib ketganini ko'rishingiz mumkin. Bu nafaqaxo'rlar uchun jiddiy xavf tug'diradi. Chunki ular o'zlarining yagona tirikchilik manbai bo'lgan nafaqasining bir qismidan kutilmaganda mahrum bo'lishlari mumkin. Avvalgi sustkashlik bilan ishlaydigan himoya mexanizmlari endi yo'q. Tizim sizga emas, balki qarz undiruvchi tomonning manfaatlariga ko'proq xizmat qiladi. Agar siz o'zingizni himoya qilmasangiz, bu endi sizdan faollikni talab qiladi. Keling, bu o'zgarishlarni yanada chuqurroq ko'rib chiqaylik. Nimalarni bilishingiz kerak, kim xavotir olish kerak va kim xavotir olmasa ham bo'ladi. Bu qonun bilan eng muhim o'zgarish shundaki, moliyaviy himoya qilish tartibi tahmin qilingan himoyadan faol himoyaga o'tdi. Ya'ni ilgari tizim sizning nafaqangizni avtomatik ravishda himoya qilar edi. Endi esa siz nafaqa hisobingizni himoyalangan daromad hisobi deb e'lon qilish uchun faol harakat qilishingiz kerak. Aks holda avtomatik yechimlarning oldini olish qiyin bo'ladi. Nomer 1130 sonli qonun qarz turlarini kengaytirdi. Ular endi to'g'ridan-to'g'ri nafaqa kartasidan yechib olinishi mumkin. Bularga to'lanmagan soliqlar, ma'muriy jarimalarning ma'lum turlari va hatto kommunal xizmatlar uchun to'plangan qarzlar kirishi mumkin. Ayniqsa agar siz xizmat ko'rsatish shartnomasida avtomatik yechimga rozilik bergan bo'lsangiz. Eng yomoni, agar siz qachonlardir qandaydir shartnoma imzolagan bo'lsangiz, masalan, kredit olishda yoki hatto yangi bank kartasini ochishda va u shartnomada barcha hisob raqamlaridan avtomatik undiruvga rozilik kabi mayda shriftda yozilgan band bo'lsa, bu qonun kreditorning qo'lini yanada mustahkamlaydi. Endi ular shartnomaning o'sha bandiga tayanib, pulingizni hech qanday ogohlantirishsiz yechib olishlari mumkin. Xo'sh, kimlar ayniqsa xavotir olishi kerak? Birin, har qanday turdagi qarzlarga ega bo'lganlar. Bu mikro qarzlar, kommunal to'lovlar bo'yicha qarzlar, eski jarimalar, soliqlardan tortib, hatto qo'shnilaringizga bergan qarz bo'lib, uning bo'yicha ijro hujjati chiqqan bo'lsa ham hammasi kiradi.
Bu qarzlar endi kartangizdan osonroq yechib olinadi. 2. İlgari avtomatik yechimlar haqida noaniq shartnomalarga imzo chekkanlar ko'pincha bank xizmatlarini rasmiylashtirishda yoki kredit olishda odamlar hamma shartnomalarni to'liq o'qib chiqmaydilar. Ana o'sha shartnomalardagi kichik tushunarsiz yozuvlar endi sizning qimmatli nafaqangizni xavf ostiga qo'yishi mumkin. Oto, raqamli savodxonligi past bo'lganlar, kimlar bankdan keladigan SMS xabarnomalarini tushunmaydi, internet bankingdan foydalanmaydi yoki elektron tizimlardagi bildirishnomalarni ko'rmaydi. Ular eng katta xavf ostida. Yangi tizim ko'pincha raqamli muloqotga asoslangan. 4. Faqat nafaqa kartasiga ega bo'lganlar. Agar sizning butun moliyaviy oqimingiz faqat bitta pensiya kartasi orqali o'tsa va sizda kutilmagan vaziyatlar uchun zaxira mablag'lar yoki alohida hisob raqam bo'lmasa, bu juda xavfli. Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi. 1. Qarzlar bo'lmaganlar. Agar sizning hech qanday qarzingiz bo'lmasa va siz hech qachon avtomatik yechimga ruxsat beradigan shartnomalar imzolamagan bo'lsangiz, nisbatan xavfsizroq bo'lasiz. 2. Bank kuzatib boradiganlar. Kimlar muntazam ravishda kartasidagi operatsiyalarni tekshirib turadi, SMS xabarnomalarini tushunadi va o'z vaqtida javob bera oladi. Ular ham o'zlarini himoya qila oladilar. 3. Nafaqalari avvalgi qonun hujjatlariga muvofiq maxsus himoyalangan deb belgilanganlar. Biroq shuni unutmangki, hatto bu holatda ham yangi qonun ayrim eski qoidalarni bekor qilishi mumkin. Shuning uchun bank bilan bog'lanish har doim tavsiya etiladi. Keling, bir nechta hayotiy misollar keltiray. Birinchi misol. Ahmad aka 7 yoshli Nuroniy otaxon. U oldinlari kommunal to'lovlari o'z vaqtida to'lanmaganda. Har oyda qo'lidan naqd pul olib borib, kassaga navbatda turib to'lardi. Qarzdorlik to'plangan taqdirda uning pensiya kartasidan hech kim pul yechib ola olmasdi. Unga qo'ng'iroq qilishar, ogohlantirishardi. Endi esa yangi qonun nomer 1403 kuchga kirgach, gaz va svet uchun yil davomida to'planib qolgan jami 500 ming so'm qarzi uning pensiya kartasidan avtomatik ravishda yechib olindi. Ahmad akaning kartasida 1 million 200 ming so'm pensiya puli bor edi. Qarz yechilgach, u kishi oziq-ovqat va dori-darmon uchun atigi 700 ming so'm bilan qolib ketdi. Bu uning uchun katta farq. Chunki oldin bunday avtomatik yechimlar ko'p bo'lmasdi yoki u haqida oldindan ogohlantirilardi. Ahmad aka tushunmadi. Nima bo'lganini bilmay bankka bordi. Keyin vaziyatni zo'rg'a tushuntirishdi. Kutilmagan yechim Ahmad akaning bir oyga mo'ljallangan byudjetini jiddiy buzdi. Ikkinchi misol. Barno opa 65 yoshli mehribon ona. U 2 yil oldin o'g'li uchun kichik miqdorda iste'mol krediti olishga yordam bergan va garov sifatida o'z pensiya kartasidan kreditni to'lashga rozilik bergan edi. Ammo o'g'lining ishlari yurishmay bir nechta oy to'lovni o'tkazib yuborgan. Oldin bank undan yozma ruxsat so'rishi, ogohlantirish berishi, yigimlarni to'xtatishi kerak edi. Endi esa yangi qonun va eski kredit shartnomasidagi mayda yozuvlarga tayanib, bank uning pensiya kartasidan bir zumda 7 ming so'm qarzni yechib oldi. Barno opaning pensiyasi 907 ming so'm edi. Kartasida atigi 200 ming so'm qolganini ko'rgan Barno oppa bir haftalik oziq-ovqat sotib olishga pul yetmay qoldi. Bu qonun banklarga oldingi shartnomalar bo'yicha ham ko'proq avtomatik harakat qilish imkonini berdi. Ayniqsa shartnomada pensiya hisobidan undirishga rozilik degan band bo'lsa. Barno opa o'zining kredit shartnomasidagi shu bandga e'tibor bermagani uchun jabr ko'rdi. Uchinchi misol. Said aka 68 yoshli haydovchi, uning kichik avtomashinasi bor, ba'zan taksichilik ham qiladi. Bir oydan oldin yo'l harakati qoidasini buzgani uchun 300 ming so'm jarima yozilgan edi. Oldin ijrochilarga uchrashib yoki jarima naqd to'lar edi yoki pensiyasidan ma'lum foiz yechib olishga ruxsat berardi. Endi esa yangi tizim orqali uning pensiya kartasidan ushbu miqdor to'liq yechib olindi. Said akaning kartasida atigi 800 ming so'm pensiya bor edi. Jarimadan keyin u kishi 500 ming so'm bilan qoldi. Uning fikricha, hech kim unga bu haqda ogohlantirmagan. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, yangi qonun tufayli nafaqa miqdorining birdaniga kamayib ketishi va nafaqaxo'rning kutilmagan moliyaviy qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Sabab-oqibat bog'liqligi shundaki, qonun jarayonini tezlashtirdi va oldin olish yukini nafaqaxo'rning zimmasiga yukladi. Endi esa istisnolarni, ayrim tuzoqlarni va noaniq nuanslarni ko'rib chiqamiz. Istisnolar 1. Minimal daxlsiz miqdor. Qonun odatda nafaqa kartasida ma'lum bir minimal miqdor qolishi shartligini belgilaydi. Bu odatda minimal ish haqi yoki asosiy pensiyaning yig'im mablagigacha bo'lishi mumkin. Ya'ni
Agar sizning nafaqangiz 1 million so'm bo'lsa, undan 500 ming so'mdan ortig'ini yechib olishlari mumkin emas. Ammo bu qoida har doim ham barcha turdagi qarzlarga nisbatan qo'llanilavermaydi. Agar siz ilgari qarz shartnomasida nafaqangizdan to'liq undirishga rozilik bergan bo'lsangiz yoki ayniqsa og'ir moliyaviy jinoyatlar bilan bog'liq ijro hujjati bo'lsa, bu miqdor ham himoyalanmasligi mumkin. Bu juda muhim nuans. Ya'ni shartnoma matnini yaxshi tushunish shart. 2. Maxsus ijtimoiy nafaqalar. Ba'zi ijtimoiy nafaqalar yoki alohida yordam turlari masalan. Nogironlik nafaqasi yoki bola parvarishi bo'yicha nafaqalar qonun bo'yicha himoyalangan bo'lishi mumkin. Ammo bu ham aniq qonun hujjatlarida belgilangan bo'lishi kerak. Bankka murojaat qilib, sizning maxsus nafaqangiz ushbu himoya ostiga tushadimi yo'qmi? Aniqlab olishingiz shart. Tuzoqlarga e'tibor bering. Hujjatlarni o'qimasdan imzolash bu eng katta tuzoq. Yangi bank shartnomalari, kommunal xizmatlar bilan shartnomalar, mikroqarz shartnomalari, hattoki yangi SIM karta olishda ham mayda shriftli bandlarni diqqat bilan o'qimangiz. Ularda sizning barcha hisob raqamlaringizdan avtomatik undiruvga rozilik berish haqida bandlar bo'lishi mumkin. Bir marta imzo cheksangiz, keyin shikoyat qilish qiyin bo'ladi. 2. Pensiya kartasidan onlayn xaridlar. Agar siz pensiya kartangizdan internet orqali xarid qilsangiz va kartangiz ma'lumotlarini onlayn do'konda saqlashga ruxsat bersangiz, bu ham xavfli. Ba'zi xizmatlar avtomatik takrorlanuvchi to'lovlarni amalga oshirishi mumkin va bu yangi qonun bilan yanada osonlashadi. Zaxira mablag'larining yo'qligi, kutilmagan xarajatlar uchun alohida jamg'arma hisob raqamingiz bo'lmasa, kartangizdagi pul yechib olinganda jiddiy moliyaviy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Pensiya kartangizni yagona moliyaviy instrument sifatida ishlatmang. 4. SMS xabarnomalarini e'tiborsiz qoldirish. Bankdan keladigan har qanday SMS xabar, ayniqsa mablag' yechilishi yoki hisob holati haqidagi xabarlar o'ta muhim. Telefonda SMS xabarnomalar xizmati yo'qilmagan bo'lsa yoki xabarlarni o'qimasangiz, muhim ma'lumotlarni o'tkazib yuborishingiz mumkin. 5. Firibgarlik sxemalari yangi qonun firibgarlar uchun ham yangi imkoniyatlar yaratishi mumkin. Ular pensiya ma'lumotlarni tasdiqlash yoki yangilash bahonasida sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni yoki kartangiz raqamlarini so'rashlari mumkin. Bunday so'rovlarga aslo ishonmang. Bank xodimlari sizdan hech qachon kartaning to'liq raqamini, CVV kodini yoki PIN kodini so'ramaydilar. Noaniq nuanslar. 1. Sukut saqlash roziligi bandi. Qonun sukut saqlash roziligi degan narsani kiritishi mumkin. Ya'ni sizga ma'lum bir bildirishnoma kelib, siz unga 2 kun ichida e'tiroz bildirmasangiz, bu rozilik deb hisoblanadi. Bu ayniqsa raqamli savodxonligi past bo'lgan nafaqaxo'rlar uchun xavflidir. 2. Mablag'ning manbai. Bank mablag'ning nafaqa ekanligini aniq tasdiqlay olmasa, u oddiy daromad sifatida qabul qilinishi mumkin. Bu esa uni to'liq undiruvga ochiq qiladi. Ko'plab nafaqaxo'rlar o'z pensiya kartalarini asosiy va yagona karta sifatida ishlatadilar va bu kartaga boshqa pullar ham, masalan, farzandlardan olingan yordam, keksayish nafaqalari tushishi mumkin. Agar bu pullar pensiyadan ajratilmagan bo'lsa, ular ham xavf ostiga tushishi mumkin. 3. Bank kartasi va pensiya hisob raqami orasidagi farq. Qonun ko'proq hisob raqamga qaratilgan bo'lishi mumkin. Agar sizning kartangiz to'g'ridan-to'g'ri pensiya hisob raqamingizga bog'langan bo'lsa, u bevosita ta'sirga uchraydi. Ba'zi banklarda nafaqa alohida himoyalangan hisobda turadi, kartaga esa faqat bir qismi o'tkaziladi. Bu holatni bankdan aniqlab olish kerak. 4. Xato undiruvlar. Agar bank adashib sizning pulingizni yechib olsa nima bo'ladi? Bu holda isbotlash yuki sizning zimmangizga tushishi mumkin. Siz xato yuz berganini, qonun talablarini bajarganingizni isbotlashingizga to'g'ri keladi. Bu esa keksa yoshli insonlar uchun juda qiyin jarayon bo'lishi mumkin. 5. Raqamli savodxonlik bilan bog'liqlik. Qonun pensiyalarini olish yoki tasdiqlash uchun yangi raqamli pensiya portallarida majburiy ro'yxatdan o'tishni talab qilishi mumkin. Agar siz bu talablarni bajarmasangiz, nafaqa to'lovlari vaqtincha to'xtatilishi yoki boshqa murakkabliklar yuzaga kelishi mumkin. Bu ham o'z navbatida tezkor harakat qilishga undaydi. Endi esa azizlarim, eng muhim qismga o'tamiz. Amaliy maslahatlar. Xo'sh, siz nima qilishingiz kerak? Bu vaziyatda qanday qadamlar qo'yish kerak? Men sizga aniq ko'rsatmalar beraman. 1. Zudlik bilan bank bilan bog'laning. Birinchi navbatda pensiya kartangiz xizmat ko'rsatadigan bankning eng yaqin filialiga shaxsan boring yoki ishonch telefon raqamiga qo'ng'iroq qiling. U yerdan sizning pensiya kartangizga qaysi turdagi avtomatik yechimlar qo'llanishi mumkinligini aniqlang.
barcha mavjud shartnomalaringizni, ayniqsa avtomatik undiruvga ruxsat beradigan bandlarni batafsil ko'rib chiqishingizni so'rang. Agar avval kredit olgan bo'lsangiz yoki kommunal xizmatlarga avtomatik to'lovga ruxsat bergan bo'lsangiz, o'sha shartnomalarni ham sinchkovlik bilan tekshirishlarini so'rang. Bu juda muhim, chunki ko'plab muammolar shu yerdan boshlanadi. 2. Pensiya hisob raqamini himoyalangan deb belgilating. Agar bankda bunday xizmat mavjud bo'lsa, ko'plab banklarda bor. Pensiya hisobingizni himoyalangan daromad hisobi yoki ijro hujjatlari bilan undirishdan himoyalangan hisob sifatida belgilating. Bu ma'lum miqdordagi pensiyaning daxlsizligini ta'minlaydi va uning sud qarorisiz yoki boshqa avtomatik mexanizmlar orqali yechib olinishining oldini oladi. Bank xodimidan bu jarayonni qanday amalga oshirishni so'rang va tegishli arizani yozing. Sizga qanday hujjatlar kerak bo'lishini so'rang. Odatda pasport va pensiya guvohnomasi yetarli bo'ladi. Bu sizning pensiyangizni bevosita himoya qilishdagi eng muhim qadamdir. Uch SMS xabarnomalar xizmatini yoqing. Agar sizda hali yoqilmagan bo'lsa, bank kartangiz bo'yicha barcha operatsiyalar haqida darhol xabar olish uchun SMS xabarnoma xizmatini yoqing. Bu sizga kartangizdan kutilmagan yechimlar haqida tezda bilib olishga yordam beradi va siz o'z vaqtida e'tiroz bildirishingiz yoki bankka murojaat qilishingiz mumkin. Ushbu xizmat odatda oylik kichik to'lov evaziga taqdim etiladi. Ammo u sizni katta moliyaviy yo'qotishlardan himoya qiladi. Bankka borib, mobil telefon raqamingizni ro'yxatdan o'tkazishni so'rang va xabarnomalar xizmatini faollashtiring. 4. Har qanday shartnomalarni diqqat bilan o'qing. Kelajakda har qanday yangi shartnoma, bank, kommunal xizmat, mikroqarz, mobil aloqa imzolashdan oldin undagi barcha bandlarni, ayniqsa avtomatik yechimlar, pul undirish mexanizmlari, shaxsiy ma'lumotlaringizdan foydalanish bo'yicha bandlarni diqqat bilan o'qing. Agar biror band tushunarsiz bo'lsa, bank xodimidan, yuristdan yoki ishonchli kishilardan tushuntirish so'rang. Hech qachon o'qimasdan imzo chaqamang. Chunki mayda shriftda yozilgan shartlar keyinchalik siz uchun katta muammo bo'lishi mumkin. 5. Boshqa karta yoki hisob raqamidan foydalaning. Agar imkoniyatingiz bo'lsa, pensiya kartangizni faqat pensiya tushishi uchun ishlatib, boshqa pullar, masalan, farzandlar bergan moddiy yordam, kichik savdodan tushgan daromadlar yoki boshqa shaxsiy jamg'armalar uchun boshqa oddiy debet kartadan foydalaning. Bu pensiya mablag'ini boshqa mablag'lardan ajratib turishga yordam beradi va potensial undiruvlardan himoyalanishni osonlashtiradi. Pensiya hisobingizga tushadigan pul faqat nafaqa ekanligini aniq tasdiqlasa, uning daxlsizligini himoya qilish osonroq bo'ladi. 6. Muntazam ravishda qarzlaringizni tekshirib turing. O'zingizda barcha turdagi qarzlaringiz, kommunal to'lovlar, soliqlar, jarimalar, kreditlar bor yo'qligini muntazam tekshirib turing. Buning uchun kommunal xizmatlarning shaxsiy kabinetlaridan, soliq organlarining onlayn portallaridan yoki davlat xizmatlari markazlaridan foydalanishingiz mumkin. Qarzlar paydo bo'lishi bilanoq ularni imkon qadar tezroq to'lashga harakat qiling. Chunki qarzlar yig'ilib qolsa, ularni bir yo'la undirish nafaqangizga jiddiy zarba berishi mumkin. 7. Yuridik maslahatdan foydalaning. Agar pensiyangizdan katta miqdorda pul kutilmaganda va sizning roziligingizsiz yechib olinsa va siz bunga rozi bo'lmasangiz, darhol yuristga murojaat qiling. Shuningdek, pensiya jamg'armasiga yoki bankning yuqori turuvchi organlariga shikoyat arizasi yozishingiz mumkin. Vaziyatni huquqiy nuqtai nazardan baholash va kerakli choralarni ko'rishda yurist yordami juda muhimdir. Barcha yozishmalaringiz, shartnomalaringiz va bankdan olingan cheklarni saqlab qo'ying, ular sizning dalillaringiz bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlarim, bugungi videoda muhokama qilingan nomer 1300 sonli yangi qonun sizdan faollikni va moliyaviy savodxonlikni talab qiladi. Unutmang, moliyaviy xavfsizligingizni ta'minlash o'z qo'lingizda. Bu o'zgarishlar sizning pulingizni himoya qilish uchun yangicha yondashuvni talab qiladi. Yuqoridagi maslahatlarga amal qilish orqali siz o'zingizni kutilmagan moliyaviy yo'qotishlardan himoya qila olasiz va pensiyangizni xotirjamlik bilan olishda davom etasiz. Ushbu videodagi ma'lumotlar siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, o'z fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu qonun sizga yoki yaqinlaringizga qanday ta'sir qilishini aytib bering. Siz qanday choralarni ko'rdingiz? Bu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu ma'lumotni imkon qadar ko'proq nafaqaxo'rlarimizga yetkazishda bizga yordam bering. O'zingizni va yaqinlaringizni himoya qiling. Moliyaviy jihatdan bilimdon bo'ling.
Keyingi videolarda ko'rishguncha